Barchalar omon bo'linglar. Xudo xolisa sizlar bilan bugun 2026-yilning yangi mahsulotlarini tanishib o'tamiz. Xudo xolisa bu 500 kilolik 70-40 modelining eng zamonaviysi. Ranglariga bitta baho berib qo'yamiz. Ranglarning o'ziga bitta lag akalar. Ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ma'lumoti 52 lik akamadan naq ortda joylashgan. Miya motori esa 1200 lik eng original full joylashtirilgan. Bitta zaryad bilan to'liq 50-60 km masofani qishning kunida bemalol bosib o'tadigan eng zamonaviy, ixcham, uy ro'zg'or ishini tindirib qo'yadigan mana bunday 500 kg motorimiz bo'ladi. Bunga qo'shimcha narsalarimizni aytib o'tamiz. Qo'shimcha narsalari oldi laboy, ikkita bakavoy, bitta o'zining zaryadniki va magnitofon kolonkalari o'zimiz tomonidan chiroyli qilib ustunovkaga beriladi. Plus sizlarga bitta kaskasi ham ichida bo'ladi. Kalitlarga baho beramiz. Kalitlari mana bunday Cobalt kalitidan bo'ladi va putlari ham ichiga ustunovka qilingan. Uchovi baloni ham kalotka tormoz qismida ushlaydi va o'zining yengil yuk, o'zi gabarit yuklarni yuklash uchun mana bunday yon tomoniga tiyagalar bilan jihozlangan. Balon razmerlarini aytib o'tamiz. Balon razmerlari arqa balon 12 ga 400 lik, oldi esa 12 ga 400 lik bo'ladi. Narxlari super narxlarda $850 dan Ganlon do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqasizlar, pastda nomerlaringizni yozib qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar.